İtot, eski tumakka ses hıkalı xeridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Aşı yetekçi bulap bu ekber çıksın mı ki deyme. Bana burada fırsat yeri bağımaz mı? Hey, biz yuqurdan muzokiralashib sizni bekitib olgan tursak. Onun ustiga bu ekberni ben taza durust ko'rmadim o. O chiqsa bo'lmasmiki? Ya siz onu tushunmaydigansiz. Onun ağzı iştiqomini ko'ngli nayet yaxshi, hem talantli hem iqtidorli. Bana bunda fırsatlar jiq. Bu qatim minajash ekber çıksın mı? Bo'lmaydi, u chiqsa bo'lmaydi deganingizda bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilma deyman. Voy, qara, yüzüne kep qaldi. Ana. Direktor, bu viskoyli qulning ko'rsa gajab yo'qolib ketdingiz deyman. Qanday emas? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bo'ladi. Nima kamaga hech kunni yo'q ko'rmaysiz. Ha, sizlar birga paralashinglar. Men ishxona beraveray, ya. Ha, beravering. Maqamsa. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozir tek yoqibsizda gapingizni qipiryotadi. G'aytini qilmaganda axsha bu. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilyotadi. Yo'q. Rost? Astag'firullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizni bundan nima deydiki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap topaqaman degan gap. Avaga qarang. Shaytonga nuqsoladigan o'ligishga qatilgan bo'la deyman bu. Nima gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Avaga qarang. Mayli bu qatim qilib chet elga chiqib o'ydigan, ele o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirib juma bu. Siz tushunmaysiz. Yılanning pisili qo'yganda ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga avaga qarang. Avaga to'g'ini ko'z taqtimaydigan, sizni birisi asked yaqtimaydigan juma bu. Tushunamasiz-ku? Astag'firullah. Men akshi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmayman juma. Boy deganlaringiz Ha, yo'q, bu siz buni g'aybat deb o'ylab qolmang, bu g'aybat emas. Uning sufti. Qarang, burunbaga shu g'aybat shikoyatni ayollar qiladi. Hozir bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deyman ayollarda. Bu zamonning taraqqiy qilishiga ergashib ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lyapti. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshayman juma. Ha? Bu Yoqub menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Tozi qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan avo. Rost, siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab baqiring. Toz obdan o'ylang. Bu kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mushu beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mushu beshingizda 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqan yavamdi. Rost. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yo'q, mana sizning ishxonangizga bir 3-4 tal chivin kirib olibdi-ki. Ma tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? O'dak bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Toz degani kim o? Bu chaqchaq degan gap, bu chaqchaq degan gap. Chaqchaq emas deb nimada tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak yana gap deb tushunmaysan abi. Nima deb gap topar? Nima deb gap topdi? Shafaq yeygichisi yozg'i tava ishlab gadangiz tozg'a damiki deyman. Astag'firullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'yinchilik chaqchaq degan bo'lib turdi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astag'firullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shunday deb qolsa, siz qarab turasizmi? Ya agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr nerda qanimni chechima ananqa. Sizni andaq manda deb qolsa, men deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang, g'azg'a va qizimchong'az tazg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Ish qilib bo'lgan, men sizga desam qarang. Siz yeng keldingiz emas bizning o'yin qo'shiriktimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz, uning ustiga avo. Men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib tursam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi? Jingni qayoqqa mangsa, jip shu yoqqa mangdi debdi. Sizni jingniga meni jip qo'shibdi avo. Meni jip qo'shitganini bilamsiz. Meni pishtishay degan gap avo. Meni qo'y nima deysiz, sizni nima deb jingniga o'xshadi avo. Ey, bu jingniga o'xshasin nima bo'pti? Qarang, sizni jingniga o'xshatgani boshqani ko'laydi degan gap. Sizni jing deganning besh tushuk. Demak, aning gapi sizning kallangiz quruq, kallasi yeshim yo'q, qapaqvash kalva dut degan gap ma'lum deyman. Astag'firullah. Bo'ldi. Bu gaplarni qo'yib turaylik.
Siz meni bir ashula izlab kirdingizmi? Ya men go boshqa shuni kelmagan endi siz yenkagandan keyin ba'zi odamlar tushunmaysiz. Hali chatga o'yin qo'ydigan ishga kim chiqib tushunmayman abi. So'rab baqa tursangiz bu yerga chiqqanmi? Yo'q. Asli chat elga chiqadigan son 20. Xo'sh. Bu 40-50 odamning hammasining chiqqisi bor. Tova, qo'ygan yoq to'sa puraydigan arva 30 degandek gap bo'libdi. Biz asosiyatda hozir muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim chiqadigan bo'ldi? Ha, naqshchi Barat. Barat? Bo'lmaydi. Astag'firullah. Qarang, avago. Choy damlaydigan chaynik yo'q, choydanning chayni ichib cho'ng bo'lgan nima deyman bu? Unda bo'lsa, Tambirchi Qosimchi. Astag'firullah, Qosim. Men o azaldan bir odamning g'aybini qilmayman, o'zingiz bilasiz, qarang. Bo'lmasmiki, ava. Onun çağını tembir degan olamda. Bu en yaxshi tembir chalaman deguncha terib chiqib, o'zi umuchini chasina bu. Shuni tembir degan olam deyman. Amsa, sunaychi Reyimchi. Reyim? Darazima? Atta parasini chigi chiqmaydi, egizlardan chigi chiqmaydi deb aniga chiqolmaydi deyman. Onun ustiga bu sunayniligi Püler bir aşkazı yoğunap ketken imanınki. Çetel çıstaylıkı. Doğuzakның otobüsün bekarlar civarı durma abi. Onun sunayını aldı kendi püler kadını sunaycı değil olam da. Usulçu nasırçı hemse? Nasır bu? Hem de dağ pazarının tөгüstü mü yavaş bir bala. Afırın diyorsunuz, kadret diyorsunuz, sütürüp mıne verdiğin. Lekin aşı ayalı. Memleketke dili çıkmaydı beşinizden ağırtağım ki. Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb, boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbchilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Eli uni tillab, eli buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qani siz dapiqma. Sizlarcha zaten kim chiqsa bo'lar? Meningchi va? Meningchi bo'lsa birinchisiga siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar bu. İkincisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqingiz bo'lmaydi. Ayolimiz chiqqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, astag'firullah, chet-elning zo'ngtonlari uya buyoq bas xotinni qo'ltiqlab chiqib ekan. Uchinchi, to'rtinchisiga meningcha olgan ishga balangiz chiqsin. Voy, bu bolalarimni so'rab nima ish qilaman? Son 20 ga balboqcha libos qilib bo'lmadimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqing desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Astag'firullah. Aning deginiga men bir joyga chiqmayman. Siz o'rlashtirmisiz? Undan deb qo'ygan gap deymiz. Aning pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astag'firullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz va bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Jimilan gapni o'zingiz qilib, haqdan qusur tepib yuradigan odam kelsiz. Nimanda tushunmaydigansiz, nimanda tushunmaydigan ish qilib, men sizgidek aniga bek ishinib ketmoqchiman. Ish qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, pak shulan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qarab ketadigan o'xshayman men. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningni poqib olgan bilan tuxumimni bor emasmi? To'qoningni poqayadan quyimi bor emasmi? Alloh, siz Qilibimiz javob qilibdi-kan. Bir siz izlab chiqarib qilib qilibsizlar. Shundami? Pul tugadi. Keladish, kela. Yo, kela o'tiraman, keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatimning yog'i direktorga seni maqtab azimni terishib ketishmadi. Rahmat adash. Uning ustiga bu bayatimning yog'i direktor nima deydi desang, chet elga siz bosh olib chiqadi deb. Unimi endi ikkimizni ko'ngilga sen chiqadi, seni chiqsin dedim men. Unimi mana. Hayotim direktor meni bosh olib chiq degan. Men bu qatam turib turay, mana fursat bor deb seni ko'rsatgandim. Aniq sen chiqa. Endi ikkimizning ko'nglimiz yaqin. Sal ba'zi ishlarga diqqat qilishma. Masalan, ba'zilar direktor seni chiqibdi deyman. Hayratoni qilibdi. Ya men hayron qoldim shu. Direktordan so'rasam, debamidi kim hayratoni qildi deb. Agar pag'am bo'lsam og'ziga ishtirdim sening hayratoni qilgandan. Ya adash, boshqa odamning hayratoni qilsam o'qasin, bu sening hayratoni qilgan odamning og'ziga chaq chiqib qolmamda adash. Ya endi ras. Yo'q, bizning bolalar o'ynagan bir it o'tyapti. It o'tmi? O'yin qo'shirishlik bir it o't. o'tgan tayyorlig'i aytib. Akşam bir retle bizim koyadigan so'zini. Faqat bir abzasiya kallama kelmadi. Sen esingda bo'lsa, aşağı bir depagan bo'lsam, undan olib ketib bir yezib olsam bo'pti-ki. Xayr o'g'aydi.
Voy, yilqi boshliqqa. U boshliq bo'lsa o'ziga degani bu. Ha, Shuni deb turamdimi? debra? Ha, ma'qul. Qo'pab demam, sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Hay, adash bu sen olmasa? Ha, ash rol olgandek. Ha, bir jalloq toza shu. Obrazlik bir debra. Allah. Ha, ma'qul. Shuni bekor olgandek. Degin. Boshlayman. Ha. Ha, To'xta. Ondan beshni o'ylab qarashtirib. Ha, boshdan oldik, boshla. Ha. ha, ma'qul. Anlabdi, ha? Ha. Ha, u boshliq bo'lsa o'ziga nimasiga yo'qotishlik qildi bu, ha? O'tla olamma bu. U ma'qul. Men boshliqqa to'lib ko'ranglarmisan? Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, xuddi o'ldirib chiqadimmi? Bak hayvanlarga 15 ayda 15 qaralg'a. Gap tikkan deysa, bir kunlar oldimda o'yib Bo'ldi. Endi boshliqning oldingda o'mlaydigan sen bir bovoq balang o'qi. Endi bu boshliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu boshliq? O'miltimi deydi, ha? Hozirla o'mlab beraymi ya? Hata shuni qildingiz. Meni sizni tillash niyatim yo'q. Tillash etingimiz urush etinglarmidi? Bo'dash. Va sen qarab turib o'tishtiribsan ku. Sen boshliqni po'kish desam o'ziga emas, o'tish desam bo'lmamdi ekan. Ha? Men nima dedim? Be, bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb turib ekanman. Isit. Akbarning po'qini ursinchi. Nima? Voy, men Akbarni doramdan. Tozchini qondirmas, shivin tozni kundirmas deb. Bo'ldi! Ishdan to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Atidan tatib chiqqanman. Bu xato shuni qildingiz. Akbar, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, gul chiqaruvchiman men. Haras, chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizdagidek qilib o'taman. Qarashay, ochqishdagilar. Ishxonaning deb qo'y. Odamlarning teshi qarab baho bergil bo'lmaydi ekan. Qani sizni qattiq tushunib qoldilar. Men siz uchun qurbon bo'lishdi. Ammo men rost gapni qilsam sizda keskin boshqa ko'rmagan bo'l. Sizning bu chiqishingizdan oldin keyin sepimni kesadi ekan deyman. Ko'rdingizmi? Yog'ochning ko'ngli randida, chivinning ko'ngli gandida. Nima qilgan? Bo'ldi. Chivinning po'qi. Eshak oldiga o'tib olsa, otning menishi buzilibdi. Mush insonlar ba'zi gunohlarni o'z nafsining lazzati uchun qiladi. Lekin g'aybat qilguchi boshqaning beshiga balo hozir deganga jin gapkan. Ma boshliqni xalq qaraz qildi desam, eski tumaq seskali xaridor degan shu-da. Ey. Bu jemi ishni vokil qilsa, ma tansiga jo'baji yarg'ini qiziqish oldi-da.